Germaniyadan import qilingan yuqori bosimda ishlaydigan avtomobil yuvish uskunasi. 18 dona bosim oshirish pompasi bor. Mahsulotda yuqori bosimli qisish texnikasi qo'llangan bo'lib, suv otish masofasi 5 metrgacha yetadi. Endi mashina yuvish shoxobchalari oldida uzun navbatda turib kutmasangiz ham bo'ladi. Pul sarflab mashina yuvdirishning hojati yo'q. Bu qo'l karcheri bo'lsagina mashinangiz chang bo'lishidan, loy sachrab ketishidan qo'rqmasangiz ham bo'ladi. Katta bosimda ishlaydigan avtomobil yuvish uskunasi. Asl narxi 998 ming so'm. Bu safar aksiya doirasida 100 dona mahsulot chegirma narxida beriladi. Hozir qo'ng'iroq qilsangiz 299 ming so'm evaziga xarid qilishingiz mumkin. Yana nega ikkilanyapsiz? Hoziroq ekrandagi raqamlarga qo'ng'iroq qilib, buyurtma bering. Bir uskunani ko'p funksiyada ishlata olasiz. Mashina kir bo'lib ketsa, uni ishlating. Gilam kir bo'lib ketsa, yuvish uchun uni ishlating. Hovlida gullarni sug'orsangiz ham bo'ladi. Uyning derazalarini tozalay olasiz. Tozalash qiyin bo'lgan kir joylarini tozalashda ishlatsangiz bo'ladi. Hatto dehqonchilik dorisini sepganda ham bemalol ishlatsangiz bo'ladi. Faqat suv bo'lsagina har qanday joyda mashina yuvsa bo'ladi. Tokka tiqmasangiz ham bo'ladi. Yuqori bosimli elektr motori orqali sizga xizmat qiladi va unda ishlatish vaqti uzun. Bir marta zaryadini to'ldirsangiz, mashinangizni 2 marta yuvishingizga bemalol yetadi. Katta bosimda ishlaydigan avtomobil yuvish uskunasi. Asl narxi 998 ming so'm. Bu safar aksiya doirasida 100 dona mahsulot chegirma narxida beriladi. Hozir qo'ng'iroq qilsangiz 299 ming so'm evaziga xarid qilishingiz mumkin. Hoziroq qo'ng'iroq qilgan 20 omadli xaridorga yana 2 qo'shimcha qurilma, filtr va ko'pik idishi sovg'a qilinadi. Bir chelak suv bilangina avtomobilni xohlagan joyda yuvish mumkin. Alohida avtomobil yuvish uchun pul sarflamaysiz. Hoziroq ekrandagi raqamlarga qo'ng'iroq qilib, buyurtma bering.